Mehmonimiz eng avvalo yaxshi inson. Juda Yaxshi inson. Endi qo'llaridan keladigan kasblari bo'yicha so'raydigan bo'lsa, u mohir xonanda, mohir sozanda va juda ham bir nima desa bo'ladi, boshqalarga o'xshamaydigan ijod mahsulini qila oladigan bastakor. Bastakor. Afzal Husanov bugun studiyamiz mehmonlar. Marhamat. Afzal aka. Tugab qoldi ya. Ajoyib. Assalomu alaykum. Odamlarni bir ko'nglini ko'tarib osmonlarga olib chiqib oladigan odatingiz bor aka. Qani? Afzal aka keling aka. Boshidan sho'xlashib ketdi. Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi shundan boshlaganimiz. Tempo ritmni ko'tarib oldik. Mana hozir Nargizaxon bittadan choy quyadilar bizga. O'tiring, sizga choy quyib qo'ydik allaqachon aka. Rahmat, rahmat. Yoki issig'idan yaxshi keldingizmi? Qaynog'idan. Yaxshi keldingizmi? Qaynog'idan quyib mana almashtiraylik mana. Qaynog'idan. Rahmat, o'zingiz ishlaysiz qanaqa? Rahmat. Sarvinozxon ismli qizimiz qo'ng'iroq qildilarmi sizga ham? Ha. Va sizni ham kelishingizni menga aytgan edilar. Ha. Juda ham xursand bo'ldim. Ko'rishib olar ekanmiz. Opa-singillar serialdagilarni chaqiryapsizlar shekilli. Ko'pchilikning guvohligida dedim. Ha, serialda siz ham ishtirok etganmisiz? Soundtracklarni siz yozganmisiz. Aktyorlari bilan opa-singillar. Ha, eshitganman albatta. Yo'q, men endi Afzal akam yozganligini bilmayman-ku. Unda men uncha bexabar bo'lgan narsalardan bugun xabardor bo'lyapman o'rtoqlar. o'sha serialga bog'liq ko'p ko'rsatuvlarda birga bo'lib qolamiz aslida. O'sha serial paytida tanishganmiz. O'sha ko'rsatuvimiz ham anu zamonaviy trend so'zlarda aytganda 3 ta o'sha video ham 3 ta. Yaxshi ketdi. Yaxshi ketdi. Qanday yaxshi, zo'r. Rasulxon ham yaxshi xonanda, bilasiz. Albatta aka, albatta axir o'sha video. Muqimiy akademik musiqali teatrda qanday go'zal. Talablarga binoan soundtrack. Eslolmaganlarga. Chiroyli ijro bo'lgan. Oo. Aka, bilasizmi, mana musiqa shunday narsaki, insonni baribir ruhiyatiga ta'sir qiladi, to'g'ri ta'sir qiladi-da. Siz ayniqsa yozgan ashulalaringiz hozir nafaqat qo'shiqlaringiz xonandalarning ijrosida, balki filmlar uchun qilgan soundtracklaringiz yoki leitmotivlari tagidagi qaysidir bir musiqa yozib berganlaringiz, kinoda ishlaganlaringiz ham. Bu ham qanaqadir ma'noda, mana hozir ozgina qisqagina qo'shiq ichida serialdagi butun voqea serialni ko'rgan odamlarning ko'zini oldidan o'tadi-da. Esiga tushadi hammasi. O'sha muhrlanadi-da, o'zani ko'z bilan quloq sezgi organimiz bo'lsa, hozir ko'rib qaysi musiqani eshitsangiz yoki ohang yoki bir voqeani eshitsangiz, o'sha voqeani qachondir eslasangiz, mana shu davra esingizga tushadi. Shu ko'z bilan birga muhrlanadi demoqchi. O'zi nostalgiya degani ham shuda o'zi. O'sha voqealar, o'sha paytdagi voqealar esga tushadi. Yoshligi uyda buvisi bilan o'tirganlarini eslaydi-da. Shu opa-singillarni ham serialidagi qo'shiqlarni qo'ysam ko'p shu eski anaqalarni ko'pchilik shunaqa deydi. Buvimni esladim. U qo'shiqni buvisiga aloqasi yo'q, lekin o'sha buvisi bilan o'tgan damlari yoki qaysidir vaqt. O'sha qo'shiq bilan birga muhrlangan, endi quloqqa kirgan o'sha paytda buvisini diydorlashayotgan paytlarida Hop, ijod paytida ozgina filmdan xabardor bo'lasizmi? Filmni ko'rasizmi yoki ssenariy haqida ozgina tushunchaga ega bo'lib olasizmi? Albatta. Qanday kinoda leitmotiv yozish oson narsa emas-ku o'zidan. Yo'q, Zamir opa bilan ko'p ishlaganman. Bu anaqada Ibrohim Rasulov bilan rejissyor bilan. Men Zamir opamda shu ssenariy ko'p varroqli o'qib o'tirishga vaqtim bo'lmaydi. O'zi aytib bering deyman, aytib beradilar shunaqa. Taxminan mana bunaqa bo'ladi. O'sha voqealarni yengilgina qilib aytib beradilar. Keyin o'sha komediyami yo'q anaqami shunisini. Keyin shu yozilayotganda endi qanaqadir endi bir qismli filmlarda asosan endi eng katta bombani joyini bilib olasiz-da. Filmni qatida. Kulminatsion nuqtasi qayerda? Bilmay uni boshida urib qo'ysangiz, keyin unga kuchingiz yetmay qoladi. Ha, shunaqa bo'ladi. Sekin ko'tarib borish kerak-ku uni. O'shani bilib turib, keyin sekin taqsimlanadi. O'sha qatta hayajon pastroq, qatta kuchliroq. Boshda hayajonga muzika beraman deb turgan joyingizda jim turish kerak bo'ladi, keyin anu joyga berish uchun. Shuna qilib sekin taqsimlanadi. Afzal aka, mana shu qo'shig'ingizni kuylaganingizda, bastalaganingizda o'zingizda hech xohish bo'lmaganmi? Shu joyda men ham shu rol ijro etsam edi, mana shu joyda shunaqa o'ynab berardim degan odamda bo'ladi-ku, xohish, qiziqishlar. Yo'q, rolga juda qiziqmayman. Endi akam Ulug'bek Husanov ular qiziqadilar, aktyorlik anaqasida bo'lganlar uchun. Meni o'zimda xohish bo'lgan Qodirxon filmida uyda rosa ko'rishardi-da. Endi ota-onam uylariga borsam, jim turlaring bolalarga Qodirxon boshlandi deb ko'rishardi. Shu paytda keyin Musoxon akam qotganlarni bilardim uni. Alloh rahmat qilsin. Keyin Musoxon akamga aytdim, o'sha rol bo'lsa ayting, orasida chiqing. Ota-onam ko'rayotganim uchun ularga surpriz qilgim keldi-da. Yarim hazil, yarim chin. Ha. Endi
zo'r o'ynamasam ham shu o'zimga mos nimadir dedim, keyin o'sha shifokor roli bor orasida chiqsin dedilar. Ota, uni jiddiy aytdingizmi dedilar. Ha desam, bo'ldi, bitta shifokor roli bor, anaqa qiling dedilar. Keyin chiqdim, shu Qodirxon davolaydigan orasida anaqa bo'lar ekan, keyin u efirda ketadiganda adam bilan uyliga borib kutib o'tirdim, keyin qanaqa bo'lar ekan. Qodirxon hali tuzalmadim desam, yo'q, anaqa bo'lyapti. Manimcha chet eldan bitta doktor kelib tuzatadi, manimcha buni. Ko'rib o'tirsam, o'sha chiqadigan kuni ko'rdim. "Ya, sanmi?" "Ya" deyishdi. Hayron bo'lishdimi hammalari? O'shanda qiziqib chiqdim endi rolga. Boplabsiz-da yoki o'zingiz ham. Aktyorlar qilmagan ish chiqibsiz-ku aka. Misol uchun hech kim kutilmaganda surprizni qarang zo'rligini. Kutmagandan kutilgan. O'sha qiziqib ko'rishayotganiga chiqqim keldi-da. Elmurod akam bir narsa aytib berishuvdi shogirdlari. Elmurod akam, doirachi Elmurod akam Islomov. Shogirdlar aytib beryapti. Uylarga borishgan ekan, ustoz chaqiruvdilar, elim akam bordik. Borsak, televizorda haligi futbol bo'layotgan ekanda. Elim akam chiqib, "Ha, keldilaringmi? O'tir, men futbol ko'rib turaman, futbol bo'lyapti hozir. Ko'rib turinglar, kiringlar." Qarab, mana bu nimadagilarni o'yini uncha menga yoqmayapti. Men oq tegilar hozir urib qo'yadi. Bu ketish bo'lsa hozir bitta uradi menimcha. Qarab tur, hozir bir minutga bormay bitta gol uradi. Ko'rib turinglar deb kirib ketibdi. Ishdan uyimda qaytib chiqsalar, rostdan gol urib qo'yibdi ular. "Yo'q, ustoz to'g'ri aytgan ekansiz, rostdan urdi hozir" desa, "Urdimi?" "Ha, yo'q, qoyillik, ko'rdinglarmi? Ukam, men his qilaman, menda bilasanmi, bu ham ishtama emas. Bu qarab tur, hali bular ikkinchi taymda hozir 3 ta uradi bular kamida. Yo'q. Agar shu bularni mana shunaqa bo'shang bo'lsa bu jamoa, nariga yomon ular, ukam, nima deyapsan? O bo'dim yana kirib ketibdi-da. Chiqsalar 3 ta urib qo'yibdi-da rostdan. Ustoz, siz qanaqa bilyapsiz buni, ustoz? Qandoq qilib bu futbol o'yin desa, bu zapisi bu qachondan beri qaytarib ko'raman men bu. Kasetada video kasetada qo'yib qo'ygan ekanlar-da uni. Bu zapisni turadi, voyda deb baqirib oldi kamamda deydi, o'shanda deydi. Shunga o'xshagan bir qiziq voqealardan birida. Boplabsiz ham chet eldan doktor kelib davolasa kerakmishdi, chet ellik doktor o'zlari ekanlar. Onalarga boshqacha-da, bolam chiqdi, men aktyorda ham deb. Nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Lekin aka, yangiliklar. Ya shu ijoddamiz. Aktyorlarga anaqaroq kattaroq baho berib qaraydi, bilasizmi, xalq. Talab shunga yarasha bo'ladi-da. Xonandalarga nisbatan demoqchiman. Endi xonandalarni balki to'yda ko'rayotgani uchun, lekin Hasmonada kattaroq qaraydi. Ya'ni yo'q, endi professional nuqtai nazardan talab yetib bo'lmaydigan bir soha bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Katta san'atkor deb. Ha, aktyor o'ziga yetib borish qiyin deb o'ylaydi. Shunaqaroq. O'shanda keyin Qodirxonda chiqdim, keyin bir ikkita aktyor o'sha anaqa bo'lib, doktor bo'lib chiqdim. Shifokor kiyimlarda endi yaxshiroq bo'ldi, keyingi anaqalarda ham o'rtoq bo'lib anaqa bilan chiqasan, o'sha anaqalar o'ziga shifokor qilib oladi-ku. Shunaqa qilib shaxsiy shifokori bo'lib. Bunda men filmni biladigandek gapiryapman, mana so'rayapsiz. Men ko'rmaganman. Yo'q, endi anaqalar boy odamlar o'ziga shifokor qilib oladi-ku. Oilaviy shifokor qilib oladi. Shunaqa shifokor bo'lib qarab yuradigan bo'lasan bu ishni. Keyin shunaqa bir ikki chiqqandan keyin vaqtingiz bo'lmay qoldi. qaynanam ketishyotsa mahallada bitta anaqalar, kuyoving ana endi ko'tarilib ketdi, endi zo'r bo'ldi endi debdi-da. O'shanda men bildim, aktyorlarga anaqa shuncha ashula aytyapman, hammasi bir tiyinda uni chiqarib ana endi mashhur bo'ldi mana kuyovim, mana anaqada chiqyapti seriallarda debdi. Xo'p, Afzal aka, hozir men sizlarga bir surpriz olib kelaman. Sizga bir savolda, mana hozir surpriz olib kelganlarcha sizga savolda. Uyda qanaqadir bir uy jonivorlaridan boqasizmi nimadir uyda? Uyda yo'q, boqmaymiz-ku, lekin shu bir ikkita mushuklar o'rganib qolgan kiraveradi uyga. Mushuk. Ha, uygacha kirmaydi-yu, shu kechqurun keladi, endi ana siz mushukni ovozi miyovlab turganiga rahmingiz kelib nimalardir beramiz, endi anaqa o'sha uy mushugi-da menimcha. Endi aynan o'zimiz olib kelib boqmaymiz-ku, lekin ovqat berib anaqa narsa tashab turamiz. Shu kirib chiqib yurishadi ko'p anaqada. Lekin endi otamning uylarida boqardik lekin. Nargiza, men buni rostdan mushuk ekan-ku, olib kelingchi. Olib keling. Assalomu qarang, masga mushukka nimangiz yo'qmi, allergiyangiz yo'qmi ukajonim? Asalligini qarang buni. Jonim meni. Bizda hayvonlar ham bor bizda. Uy hayvoniga mushukka nisbatan nima shu yaxshi bular.
boqish. Ho'p, Keling, endi bizda aynan- studiyamizda kim bor? Mehmon bormilar? Mushularga mehr berib qaraydigan, mushularimizni parvarish qiladigan veterinar Razzoqov Ramazonni davramizga taklif qilsak, ularda ham bir mushulari bor. Keling, Ha. Ramazon. Bu bizga begona emas, bu bola bizni oila. keling, marhamat Ramazon, keling. Shifokorimiz deydi, mushularimiz Judayam shifokori. yaxshi. Keling. Men joy beraman. Yaxshi. Keling, Ramazon aka, keling. Assalomu alaykum. Yo'q, son aka, siz o'tiravering. Ha, siz qo'rqasizmi? Afzal aka, siz o'tiravering. Qo'rqasizmi? Mushudan qo'rqasizmi? Yo'q. Keling. Allergiyangiz yo'qmi? Yo'q. To'g'risi. Keling, Ramazon. O'tiring. Mayli. Mayli. Hozir Sekin aytganlar qo'shib. o'zi. Mushukni silash sunnat deb hozir o'zlari aytib Juda turishdi. yuvosh deyishadi, yuvosh jonivordir. Yuvosh jonivor. Mushukni men juda ham yaxshi ko'raman, lekin buvlarim uylarida mushuk bo'lardi har doim. Men o'zim mushuk boqishni xohlayman. Hozir qizimga mushuk olib kelib beraman desam, Voy. lekin onam yoqtirmaydilar mushukni. O'shaning uchun tag'in allergiya qo'zimasin, boshqa bo'lmasin deb, ha. Yoki tirnab olish mumkin. Ramazon bilanlar bizani oilamiz bilan juda yaqinlar, mushugimiz bor. Shunaqami? Bor edi bir paytlar, oldingi zamonlarda amallab berardim. Yaxshi mushuk. Bular Amallab o'zlari qarab berardim berganlar, deysizdan. o'zlari Bizda qo'llab to'ydirganmi mana pasportlargacha olib Qutuldim degan berganlar. bejaranglar. Abdullayev Muiz. Muiz? Muiz Muiz. Abdullayev pasportlarni O'g'il bo'ladi-yu. olib. Agar qiz bola bo'lganda Muiza Muiza bo'lardi. bo'lardi. Chunki hozir bizda eng trenddagi ismlar Muiz bilan Muiza. 90% ni oladigan bo'lsak, Muiza qo'yishadi qiz bolanikiga, o'g'il bolaga Muiz qo'yishadi. Mushuklardagi Ha. trenddagi ism, ha. Ha. Ko'p qo'yiladigan. Mushuklarning ham orasida trend bor ekan-da, zo'r Aka. yaxshi. Zo'r. Qochib Bular biroq ketmasin. o'zaro bordi keldi qilishadimi? Sizni mushuklaringiz bular bilan birga? Ha, borib turardik biz mehmonga. Siz berib yubordingizmi olgani mushuklarni? berib, yo'q, hozir keyin berib yubordim. Qochib ketmayapti, qarang. Aytingchi, mushuk boqqan paytda nimaga e'tibor berish kerak ko'proq? Kostyum ranglariga Endi tushgani. men o'zimda 3 ta mushugim bor. Tryoqsevetka, mana cho'loq deyman buni. Buni o'zim operatsiya qilganman. Buni tarixi bor, o'shaning uchun olib keldim buni. Yana bitta puchok degan anaqam bor. U sal qo'lqoroq, o'shaning uchun olib kelmadim buni. Endi mushuk boqqanda birinchi navbatda profilaktikasiga e'tibor berish kerak. O'sha o'z vaqtida gijjasi, privkalarini o'z vaqtida qilib qo'ysak, yaxshi sifatli ovqat berish kerak. Bular ham biladi-da, issiq joyi, yaxshi narsani sezadi. Komfortli zonani juda ham yaxshi ko'rishadi bular. Ko'chaga olib chiqaman desam, hovliga chiqmaydi hozir. Uyga qochadi. Uyda issiq joyda Divonlarga yotib olishadi bizda. divanda, stol Juda aqlli mushuklar. maza qilib yotishadi-da. Bular juda ham aqlli. Bunisi sal agressivniroq, o'zinikini qo'ymaydi bu. Lekin yosh bolaga umuman Tegmaydi. kichkina 1 yoshli o'g'lim bor, o'ynashadi shu bilan. Dumidan tortsa, boshqa qilsa, endi o'ynashib tegmaydi. Agar katta odam sal tegib qo'ysa, bu lekin anaqasini beradi o'zini, javob reaksiyasini. Lekin shunda aqlli, juda ham aqlli. Lekin odamlar mushuk bilarkan, odamni qanaqaligini. Da. To'g'risi, yoqmasa Kasalligini davolaydi deyshadi, shunaqami? Haqiqatan Endi- odam qanaqadir nimasini olarkanki, og'riqlarini, Kasal joyga o'tirib oladi, og'riyotgan joyida. Shunaqa. Shunaqa. Bor gapmi shu? Bor gap. Bu nima bo'lgan? Bir qo'li yo'qmi yo bir oyog'i singanmi? Buni bitta opamiz Sergelini olib kelgan edilar. Endi ko'cha mushugi bo'lgan. Oyog'ida o'sha mashina urib ketganda ochiq anaqa sinish Singan, bo'lgan. перелом, U vaqtida qaralmagan. Bizga kelganda o'zi qurib qolgan edi. Majbur bo'ldik amputatsiya qilishga. Keyin объявление berdik, boshqa qildik, hech kim olmadi. Majbur ko'chaga qo'yib yubormayman yoki priютga berib yuborsam o'lib ketadi. O'shaning uchun yur lekin o'zim bilan yashaysan dedim. Juda ham aqlli. Uyda nechta mushugingiz bor? Hozir uyda 3 ta mushugim bor, 5 ta kuchugim bor. Uy ichidami? 5 ta kuchuk. Endi Hovlida turasiz, hovlida turaman. Lekin Ramazon bilasizmi, to'g'risi aytaman, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, Instagram tarmoqlarida men shu taraflama hurmat qildim. Qayerda mushuklar ko'chada yotsa, borib erinmasdan ovqat berib, ularni cho'miltirib, ularga e'tibor berib, ukollar qilib keladilar. Qatti mushuk bo'lmasin. Endi bu jonivorni baribir mushuk boqqan odam yoki mushukka mehr qo'ygan odam Juda ham buni biladi-da, nima ekanligini. Bu jonivorni aqlli dedingiz hozir mana. Aqlliligini bildiradigan bir ikkita nimalardan gapirib bering. Ingliz tilini biladimi? Hozircha ingliz tilini o'rganyapti. Rus tilida biladi lekin. Ozgina. Tushunadi, gapirsangiz lekin. Tushunadi. Xo'p, Bu mushugimizni ham tarixi bor. xo'p. Buni ham tog'dan olib kelganman. Sovuq, qorong'i joyda bitta o'zi o'tiribdi trotuarga chiqib olib. Hech kim yo'q atrofda. Na mashina bor, na odam zoti bor, hech kim yo'q. Olganman, keyin Chiroyli ekan. olib kelib, qarab, o'sha operatsiyalarini qilib, mana hozir semirib, maza qilib yuribdi. necha yil bo'ldi buningizga? Bunga bir 6 oy bo'lib qoldi. 6 oy bunga. Bunga ham shunaqa, где-то bir 6 oycha bo'lib qoldi.
bir bilan Ikkalasi urushib ketmaydimi yo'q talashishib yo'q yo'q mushular bir biri bilan vashi chiqishdi o'zimniki bor sal erkatoyroq nima deydi rashkchi lekin hozir majbur bitta Yashashga. uyda, issiq joyda yashashga majbur endi boshqa iloji yo'q boshida xafa bo'ldi ko'chaga chiqib ketdi hozir ko'nikishdi Mana mushuklarda masalan uyda mushuk boqqan paytda mushuk odam tanlaydi deyishadi-da, shu eshitgandimda shunaqa narsani. Men birinchi marta anaga Sherozda yordamchim Sheroz uyda mushugi bor. Alex degan bir mushugi bor, zotli mushuk. Uyga kirganimda keldida oldimga kelib, oyog'im atrofida aylanib, bunaqa qilib, yotib olib, surkalib, boshqalar qildi-da. Aka, siz yoqdingiz bunga" dedi. Mushukka yoqdingiz bunga" dedi. Indamay turing, aylanib boshqa qilib yotib oldi, oyog'imga yotib oldi-da. Keyin olib jonivorni olib erkalatib o'ynab. Shunaqa mehri tushib qolar ekan bu jonivorga. Katta mushukmi? mana Katta mushuk, ha, katta mushuk. Mushuklarda bor ekanda, demak odam tanlash. Hammaga ham kelmas ekanda, 2-3 kishi bo'lsak, qolganlarga bormadi ham. mana hozir ham bilsangiz bo'lardi, agar siz yoqtirmaganda sakrab chiqib ketardi. Qarang. Shu ketib qolmaganiga hayron bo'ldim. endi har bitta mushukni o'ziga yarasha temperamenti borda qaysidir mushuklar jahldor bo'ladi qaysidir mushuklarda odamlarga o'xshab melanxolik deymiz sanguinik xolerik shunaqa tiplarga bo'linadi bular ham yaxshi mehr bersangiz oldingizdan ketmaydi ovqatini vkусняшкаларni o'z vaqtida beradigan bo'lsak yaxshi aniq e'tibor beradi Bolalar Men qiziqib kuchuklar o'ynaydi, bilan biz yaxshiroq. bolalar ovqatlab berib, kichkina bolalar. Qiziqadi yosh bolalar. Bolalar ayniqsa yaxshi ko'radi buni. Aka, sizga tashrifingiz uchun men juda katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qarang, bir-biridan ajoyib jonivorlarga mehrli bo'lish yaxshi-da baribir-da yer yuzida. Zot har xil hozir bularni ham anaqasi. endi o'zimcha aytamanda eng qimmat zot shular deymanda eng qimmati deyman nechi pul deyishadi bebahoda Xo'p, do'stlar, bizda reklama vaqti yaqinlashib kelyapti va bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Seriallarda siz bilan biz yaxshi ko'rgan aktyorlar kelishdi. Serialga musiqa bastalagan bastakorlar shu yerda. Buguncha ajoyib bir mavzular haqida suhbatlashib boryapmiz Afzal akam bilan birgalikda. Rasulxon zeriktirmayaptilar. Rasulxon chunki hali ham esidan chiqmagan boshlovchilik borasida. Unda o'tirdimi, darrov esiga tushadi-da hammasi. Yana ketdi boshdan boshlab. Rasulxon, savollaringiz bormi Afzal akamga? Mehmonligim esimdan chiqib qoladi. Yaxshi dedingiz, kirishimli bo'lish. Afzal akamga har doim savol bo'ladi. Ko'p savol bergan Rasulxon. Ko'p savol berganmilar. Ko'p javob Har doim savol berganmilar. bo'ladi. Hozirchi film, bironta bir serial yoki nima bilan bandsiz hozir? Bilaman, har doim bastalash bilan band bo'lasiz-ku, lekin ko'proq aranjirovka bilan, ha? Ko'proq sun'iy intellektga qiziqyapman. O'sha Suno bilasizlar, suno.com da Albatta. o'sha yangi uni imkoniyatlari juda ham anaqa, xohlagan musiqangizni og'izda aytsa, shunaqa beryapti-da. Shu yerda ham hozir Samandar, Rasulxon, Nargiza ko'rsatuv, sevimli kun nimadir, na qilib tashlasangiz shunaqa beryapti-da. Qarang. O'shalarni keyin ko'p anaqalarda qanchalik imkoniyati borligini ko'proq o'sha qiziqyapman va bizga qanaqa foydasi tegishi. Va qanaqa zarari tegishi deng. Endi zarari emas, endi yordam olamiz, lekin xonandalarga ham tavsiya, rostda masalan xarajat qilib aranjirovka nimalargadir yugurgandan ko'ra o'sha saytni yuklab qanaqadir ijod qilib turish uchun juda ham qulay. Lekin mualliflik huquqi borasida ozgina shuni bir shartlarini ko'rib chiqish kerakmikin deyman. Yo'q. Sababi mana misol uchun Rasulxonni yoki mana ashulamga men o'zim 2-3 xil cover variantlarini qilib ko'rdim. Hozir o'zim ham o'rganib oldim shu Suno bilan $30 ga bir oyligini yuklab olish kerak ekan. Avval o'rganaylik buni programmasini nima ekan deb Javlon Asatullayev o'rgatyapti menga, Mr. Joker ko'pchilik bilishadi. O'rganib chiqyapmanda, men shunaqa zo'r coverlar qilib beryapti. Uni ustiga har bir sozni, instrumentni potrechniy deydi bizda, alohida har bir instrumentni beradi-da. Bu juda ham qulay. Unga ovoz yozsangiz bo'ldi, tamom. Professional odam chalgandek chalib beradi. Professional. Va aytaylik, siz bilan mana qaysidir bir ashulamga ikkalamiz o'zimiz alohida boshqa joyda turib cover qilib ko'rsak, bir-biriga o'xshash bo'lib qolyapti. Ko'pchiligida bir-biriga o'xshash bo'lib qolyapti. Ovoz va aytish. Bitta qo'shiq bitta qo'shiqni 2 xil 3 xil cover qilyapmiz, lekin o'sha ohangida baribir
siz tanlaysiz uni, manda bosanova bo'lsin yoki bo'lmasa latino bo'lsin, unaqa bo'lsin. Mayli, unisi boshqa narsa-yu, lekin texnikani rivojlanganligi bizni quvontiryapti, rost mana. Haqiqatdan ham ko'pchilikni ishini kamaytirib yubordi, ya'ni juda ko'pchilikni ishsiz ham qilib qo'ydi. Yaxshi emas-da bu. Yo'q, bilasizmi, bu qaytanga o'zini Yo, ustida yengillik. ishlashga. Mana Afzal akam aranjirovщик. Sizga ta'sir qildimi shu narsa? Yo'q, u baribir to'laqonli o'zi xohlaganda qilib bermaydi. Bu aytganimdek qanaqadir ijoddan to'xtab qolgan yoki moddiy imkoniyati yo'q bo'layotgan bo'lsa, yengilash uchun, qimirlab turish uchun, G'oya berish uchun ham zo'rda. Shunaqa narsalarga. berish uchun ham. Keyin menga ko'p yoqyapti, eski qo'shiqlar bo'ladi-yu, Muhriddin Xoliqov yoki Ortiq Otajonov, Nuriddin Hamroqulov qadrdon qo'shiqlar, suvi tiniq, soy ko'rdim degan ashulani olib turib tashlayapman MP3. Keyin uni yangicha endi tagiga yozasiz shu yo'nalish. Eron 6-8 yo bunaqa nima holatgangiz gitaralar bilan yozsangiz xuddi shunaqa chiqarib beryapti-da. Eshitib maza qilasizda, Go'zal asar qilib beryapti, lekin qurib ketgur. Keyin bundoq rasmlar chiqib qo'yapti-da. Soy turibdi, yonida bundoq otni rasmi g'oy turibdi, deb qo'shig'i ham nima haqidaligini bilyapti-da. Abloshgalar qilib qo'yapti. Aqlli-yu. Sen chatoq ekansan dedingizmi? Netay deb orasiz deb ko'rib, to'g'rimi? Netay. Endi nima qilay, netay degan shulangiz bor sizni. Uni chuqurroq anaqa qilmasangiz bo'lmaydi-da, baribir o'rganib foydalanish kerak-da. Bo'lmasa chetda qolib ketib qolasiz. Time using technology. Unda bir sizdan bir netay degan bir qo'shig'ingizni Netay endi, netay. Yana Netay suhbat endi. Intellektlar hamma ishimizni olib qo'ydi. Netay. Yo'q, unaqa demang aka. Siz ijro qilavering. netay. Oldindan Netay. o'tib ketsang ham senga yetolmasam netay. Yugurish Sevgimiz kerak bor uning netay. uchun. Musaxon Nurmatov musiqalari Botir Ergashev she'ri. Voy, ruhlari shod bo'lsin Musoxon akam, ilohim. Botir akam haqiqatdan zo'r qalam tebratadilar-da. Rasulxonni hozir e'tibor berib ko'ryapman. Ancha. Aka Siz ham yomonlar Michael aka. tomosha qilganmisiz? Yo'q. Siz Michael tomosha qilgansiz, men siz tomosha qilganman. Aylanishlarini ko'rib, Bular paytda bo'lgan. Siz aylanishlaringiz paytda bo'lgan. Hop, yaxshi. O'zi- Takror qiling, qanaqa aylanib berdingiz hozir? Bilmadim, mana. Hop. Zo'r. Hamma gap muvozanatda. Muvozanat to'g'ri bo'lishi uchun mana bitta nuqtani ushlab olasiz. Mana misol uchun aytaylik, mana shu operator, men tezroq shu operatorga qarashim kerak degan ma'noda. Masalan, mana hop tezroq, hop yana qarashim kerak. O'shaning uchun bosh birinchida yursa, mana hop buni oqib ketmasa bo'ldi. Samandar aka, lekin hamma narsa Ketaveradi. ko'p narsa, hamma narsa balki desam noto'g'ri bo'lar, ko'zga bog'liqda. O'zi vokal ustozimiz ham aytardilar, ko'zing gapirsin. Ko'zing kuylasin, Shunaqa. ko'zing aloqada bo'lsin. Shunday. Qarang, aylanishda ham, ijroda ham, she'rda ham, aktyorlik mahoratida ham ko'z, o'ynab ko'z, yetarmiz. ko'z. Ko'z juda muhim Olinadigan narsa. ma'lumotni 80% ko'z orqali Ko'zdan. olinar ekan. Shunday. Qarang. Shunday. Ko'z, mana masalan chaqaloqni hayron bo'lamiz. Bir xillik hayron qoladi. Qayerdan o'rgandi bu, qayerdan o'rgandi bu so'zni? Kim o'rgatdi bunga deydi. Chaqaloq ko'z shunda ochildimi bo'ldi. Kamera yozishi boshlar ekan. Kamera yozib, uni bir papka qilib olib qo'yaverar ekan, orqaga ong ostiga olib qo'yaverar ekan. Shuning uchun nimaga har doim misol uchun ko'zingni, quloqingni, burningni asra olmay qolasan-da, ya'ni o'zing masalan hozir kimdir shashlik qilayotgan bo'lsa, "Yo'q, men bu hitni hidlamayman" deya olmaysiz-da, u iloji yo'q kirib keladi. Yoki buni ko'rmayman deya olmaysiz, ko'z ko'rib qolishi mumkin. Eshitmayman degan narsangizni eshitib qolishi mumkin. Shuning uchun biz ehtiyot qilaverishimiz kerak ekanki, ko'z birdan ko'rib qolsa, men sozandalarimizga ham, boshqasiga ham jamoa haligi viloyatga ketayotgan paytda, ayniqsa jamoamdagilarga aytamanki, yo'lda avtohalokat bo'lgan va boshqa bo'lgan bo'lsa, qaramay o'tib ketinglar deyman. Qaramanglar bunga deyman-da, chunki qarab qo'ysangiz, yo ibodat paytida, yo kitob o'qiyat boshqa paytda ko'z oldingizga olib keladi-da shuni keyin. Muhrlanadi. Muhrlanadi, u olib keladi ko'z oldingizga. Siz ko'zingizni qancha yaxshi narsalarga qaratsangiz, Qo'shib yaxshi muhrlanadi. narsalar Anu keladi. qushlarga anaqani bilasizmi? O'ynashni o'rgatishini. Tagiga musiqa qo'ygan paytda tagidagi temirni qizdirar ekanda. Musiqa qo'yganda qizdirar ekan, oyoq kuyadi, o'chirar ekan yana. Anu soviydi. Yana musiqa qo'yganda yana qizir ekan. Oyoq kuyadi-yu. Shunaqa qilib Keyin o'rgatadi. mana bu o'ynaydi chiqarib bitta musiqa qo'ysangiz o'ynaverar ekan, nima bunaqa. Voy, Qarang. bejoz jonivor Shunaqa oyoqlari kuyib ketgan bo'lar ekan. Miyasiga kuyiladi-da, boyiga issiq. Bizni eng zo'r raqqosimiz mana shu qushcha. Buni olib chiqsa oyoq qo'llari kuyib ketgan bechorani.
kuydiraver buni kuydiraver. Rasulxon juda muhim narsa to'g'risida gapirdi, ko'z ko'z haqida. haqida. O'zi Mavzu bilasizmi, bo'lib ketib kim qoldi. bilandir ko'rish, masalan, biznes sohasidan bilan birinchi marotaba ko'rishganingizda впечатление deydi-yu, birinchi ko'rishgandagi Birinchi taassurot taassurot qoladi hammada. Oxirigacha Keyin qoladi. unchalik emas va birinchi ko'rishganda samimiylik, o'zingizga qaragan holda dilinglar bir bo'lsa, insonda yaxshi Qo'pol taassurot odam qoladi. bo'lsa, oxirigacha yomon ko'rib yurasiz. Shunaqa. Lekin Keyin yaxshi gapirsa ham foydasi yo'q. To'g'ri gapsiz. birinchi kostyumga qarab kutib olishadi, lekin aqlga qarab kuzatishadi degan Kuzatishadi gaplar ham deyishadi. bor, Ha, lekin eskilardan keyingi kelgan bor. taassurotlar ham Shunaqa. yana shakllantirib olish mumkin. Eng avvalo, misol uchun taniqli odam davraga kirib kelgan paytda uni ko'rinishiga e'tibor berishadi. Ko'rinishiga e'tibor berishar ekanda, ya'ni qanday kiyingan, nima bilaman, Rasulxon galstuk, misol uchun haligi platoklari, tufli hammasiga qarab chiqar ekanda. Keyin siz gapirishni boshlaganingizda ovozingizga e'tibor berishar ekanda, ovoz temberiga. Ana undan keyin nima haqida gapirayotganingizga e'tibor bo'lar ekan. Qarang, darhol nima haqida gapirayotganiga e'tibor o'tmas ekan. Baribir hammamizda shunaqa ekanda. Shunday. O'zimiz shu sohani mutaxassisi bo'lsak ham, o'zimiz ham shunaqa avtomatda ishlar ekanmiz-da, bu yaratganni bir yuqtirib qo'ygan bir Ilohiy. mexanizmi deymiz-da biz organizmimizga. Konseptlarda ham shunaqa deydi-yu, G'iyos akam, ya birinchisiga buni aytmaymiz. Birinchisida hech kim bari ashula eshitmaydi. Konsertni boshida birinchi, ikkinchi qo'shiqni eshitmaydi, dekoratsiyani tomosha qiladi u paytda. Keyin uchinchi ashulalarga keyin eshitadigan u anaqalarni. to'g'ri. Birinchisiga eskilarni aytaveramiz shunga deydi G'iyos akam. To'g'ri. Boyingdaka kiyimlarni tomosha qilib oladi do'sti. Uyga kiringlar, bu sovuq ekan. Nimaga oyog'ida turibsizlar? Eshikdagi Hayron iltimos. bo'lishingiz mumkin. Kapot ba'zi. Opa singillardagi qo'shiqni Voy, iltimos yaxshi qilsak bo'lardi. shuni. Uni Biz mayli kelinglar o'tiraylik Iloji yo'q, aka. Lekin Aytmasak shu bo'lmaydi. serial haqida yo'q, gaplashdik. Shu yo'q, to'g'risida iloji yo'q. eshitishimiz kerak. Mayli, iloji yo'q bo'ladigan bo'lsa, Bo'ldi, hech yo'q. nimasi yo'q aka. Shunchaki bizda to'g'ridan to'g'ri efir bo'lganligi uchun izohlarda yozishadi, bizga kommentariyalar yozishadi. Hozir ham Muxlislarimiz izohlar tarafdan. kelyapti hammasi. Va izohlarda yuqorida bu qo'shiq to'g'risida esladik-ku shu serialdagi. Mana shu qo'shiqni ijro etib berishsa degan. Rasulxonni hurmati deysizda. Bo'ldi. Rasulxon Oo. hurmati, o'zingiz Rasulxon hozir xayolda o'sha yerda rol o'ynaganlari. Albatta. Ijroga o'tishdan oldin yana bitta narsani aytaman. Ungacha yana ko'rishamizmi, yo'qmi? Yangi yil bayrami kirib kelyapti. Bu narsa Ko'rishamiz. sezila boshladi. Aynan Sevimli telekanali ijodkorlari ham allaqachon bu jarayonni boshlab yuborishibdi. Bizga ham murojaatlar bo'ldi. Yangi yilda yana eksklyuziv chiroyli chiqishlarni kutasizlar. Xudo xolasa ishtirok etamiz, Afzal aka. Nasib qilsa, yangi yilda ham zo'r rejalar bor. Afzal akamda ham bor, Samandar akamda ham, Nariza xonimda ham, menda ham. Tabiiyki 2026-yilda yana muxlislarimizni quvontiramiz. Xudo xolasa. Niyatlar ko'p. Kelayotgan bayramlar sizlarga muborak bo'lsin. Yangi yilda ham yaxshi zo'r narsalarni kutinglar. Nima qilamiz? Ashulaga o'tsak bo'ladimi endi? Yaxshi bo'lardi. Endi o'tsak bo'ladi. Kadrda Rasulxon bo'lsin. Sevimli kun sahnasida Afzal aka Absanov Men hamda bo'lib beraman. Rasulxonga yod bo'lib ketdi, ha, aranjировкаga yod bo'lib ketgan ekan. Axir Har bir instrumentni eshityapsiz. 2010-yildan 14-yilgacha bu serial bilan birgalikda yashaganmiz. Albatta. 4 yil. Qancha yil bo'ldi? 4 yil. Zamira opa Jarayon boshlangan. rejissyorliklarda Rasulxon bilan birga ancha-muncha aktyorlarni kashf qilgan bu serialni. Shunday. Aynan Xayrli bo'lsin. turk Koreya seriallari bosib ketgan paytda o'zbek seriali yo'q edi deyarli paytda. O'sha kungi ko'rsatuvda ham aytganimizdek, Afzal aka, yana jamiyatimizda, muxlislarimizda bunga ehtiyoj bor. Shu kabi seriallarga ehtiyoj albatta bor deb Aktyorlar o'ylayman. terilishi ham yaxshi bo'lganda, juda ham mos kelgan. Hammasi Judayam mos hammasi kelgan. juda ham o'rnida bo'lgan. Baribir shuning uchun nima deydi? O'z ishini ustasi rejissyorlarimizga bog'liqda. Unda rejissyor kim bo'lgan dedingiz? Zamira Begimqulova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Zamira Begimqulova. Albatta. Ularga ham rosa aytdik, buyurtmalar berdik. Buyurtma qanday? Buyurtma xohishlarimizni izhor etgan orqali. Yana bo'lsa, sizni kashf qilgandek. Kash, rahmat. Opa-singillar shunday. Baribir har birimizga qaysidir bir film sabab, Albatta. kino sabab, aktyor odamlarga deyman-da, lekin xonandalar ham orasida bor shunaqangi bir Muhabbat sinovlari ham zo'r bo'lgan. Ha, aka, muhabbat sinovlari. Shunaqa kino yo'q edi u paytda, qanaqa Yo'q, Yo'q. hali unaqa. film konsert sifatroq bir Endi u haligi masalan musical bo'ladigan musiqiy filmlardan Tohir Zuhra bo'lgan u paytda, misol uchun aytaylik unda Yo'q, Tohir Zuhradan qo'shuv muhimroq Tohir bo'lgan. Sodiqov unda Voqealar asosan ko'ra. ashula birinchi o'ringa chiqqan. Voqealar Film juda konsert. dramaturgiya emas edi u paytda. Muhabbat sinovlarida sevgi bir boshqacha ko'rsatilgan. Xususiy va tijoriy filmlarni boshlab bergan. Ha, shunaqa. Albatta. Ha, yoshlar boproq shunaqa filmlar yo'q bo'lganda, menimcha ungacha. U paytda bo'lmagan.
Judayam bo'lgan. chiroyli To'g'ri. Shunday, to'ppa-to'g'ri. Bu filmda maqsad baribir har bir rejissyor bir asarni yaratar ekan yoki bir kino olishdan avval mana shu filmim bilan men tomoshabinga bunday demoqchiman deydi-ku, ma'lum bir mavzuni tanlaydi. Bizni filmda ham xuddi shunaqa bo'lganda, mehnatni tagi rohat ekanligini. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham o'shalar bilan farzandlarni qiziq bo'lgan. bilimli qilishga harakat qilinish kerak. Albatta. Yaxshi natija beradi. Ilm uchun qilingan investitsiya bu Bu kelajagingiz uchun qarang, ilm uchun sarflangan $1 1000 nechidir ming dollar bo'lib qaytarar ekanda. Bu statistik ma'lumotlarga ko'ra bu olimlar shuni statistikasini ham ko'rib chiqishgan. Nargiza xonim, yani baribir aktyorlarga ham bog'liq Samandar aka. Albatta. Muhabbat sinovlari, Albatta. balki muhabbat sinovlari bo'lmasdi. Ey, biz Siz hozir kabi Aka bugun siz ijrochilar o'zingiz ekan. Aka. O'rtoqlar, aka. Chunki qancha? aytadi-yu, Gamlet asarini qo'yapsan, Gamlet yo'q. Bo'lmaydi, unda bo'lmaydi. Shuning uchun aktyorlarga ham Sevimli bog'liq. kun dasturi Rasulxon tashrif uchun rahmat. Endi Sog' to'g'ridan bo'ling. to'g'ri efir uchun chatoqda tugatish kerak edi o'z vaqtida. Afzal aka tashrif uchun rahmat Rahmat. sizga ham. Sog' bo'ling. Nargizaxon. Yaxshi insonlar bilan suhbatimiz Tez tugab qolgandek tez bo'ladi. tugab qolgan bo'ladi. To'ymay qoldingizmi? Mana hechqisi yo'q aka, Hech hechqisi yo'q. yo'q. Hech qisi yo'q degan qo'shiq ham aytib yuborsak bo'ladi, to'g'rimi? Yaxshi bo'ladi. Hechqisi yo'q, mayli. Oxirida shu hechqisi yo'q qo'shiqlari bor, shuni bir Afzal aka. ijro etib bersalar, biz raqsda bo'lsak. Marhamat. Raqqoslarni haydab yuboribsizlar shekilli, mayli endi o'zingiz. Yo'q, Biz yo'q. nega Aka, keldik, Afzal aka? Men Biz o'sha nega raqqosi keldik? aka, yil 12 oy. Yo'q, raqqosamiz bor har bir raqsga. Shunchaki bugun sizni kelishingizni bilgani yo'q. Raqqosani- Agar bo'lganda. Kelganim uchun aka. Raqqosani raqqosisiz tasavvur qilib Ko'rishguncha omon bo'ling, sevimlining sevimlilari. Sog' bo'linglar.